Yogan Wolfgang Goethe. Yosh Wertherning iztiroblari. Roman. Men bu bandni tinimsiz o'paman va o'sha qaytib kelmas, qisqa, baxtli kunlar baxsh etgan rohatni xotirlab, shundan ruhlanaman. Shunaqa gaplar Vilgelim. Men nolimayman. Hayot gullari faqat xayoldan iborat. Ularning qanchasi iz qoldirmasdan yo'qolib ketadi. Faqat ozgina qismi hosil beradi. Va bu hosilning ham juda ozi yetiladi. Shuning o'zi ham yetarli bo'ladi. Ammo do'stim, nahotki biz bu mevalarni nazardan qochiramiz, pisand qilmaymiz. Ularni tatib ko'rmasdan chirib ketishiga yo'l qo'yamiz. Xayr. Hozir go'zal yoz. Ko'pincha men Lottaning bog'idagi mevali daraxtga chiqaman-da, uzun yog'och bilan tepadagi pishgan noklarni qoqaman. Lotta bo'lsa, pastda turib ularni ilib oladi. 30-avgust. Telbay emasmanmi men sho'rpeshona? O'z-o'zimni aldamayapmanmi? Bunchalik jilovlab bo'lmas hadsiz intizorlikning nima hojati bor? Men faqat ungagina topinaman. Xayolimda faqatgina o'shaning qiyofasi kezadi. Olamdagi hamma narsani faqat o'sha bilan munosabatda ko'raman. Men u bilan qanchalab baxtli onlarni kechiryapman. Lekin baribir undan ajralishim kerak. Oh, Vilgelim, qalbim meni gohida qayoqlarga eltmaydi. Undagi chiroy, latofatdan, serma'no so'zlardan rohatlanib, yonida 2-3 soatlab o'tirsam, his-tuyg'ularim borgan sari kuchayib, ko'z oldim qorong'ilashadi. Bir narsa xuddi yashirin qotildek tomog'imdan bo'g'adi. Yuragim qattiq tepib, tuyg'ularga yo'l ochishga urinadi va iztirobimni battar oshiradi. Vilgelim, ko'pincha men dunyoda bor yo'qligimni ham unutib qo'yaman. Ba'zan yurak siqilishi kuchayib ketsa va Lotta bir ozgina bo'lsa-da uning qo'llari ustiga egilib, g'am hasratlarimni ko'z yoshlarim bilan yuvishimni istamasa, unda men bosh olib chiqib ketaman. Dalalarda tentirayman. Tik tog'ning tepasiga tirmashib chiqish, budoqlarga urilib, tikanlardan shilinib, chakalakzorlar oralab kezish unda mening eng oliy shodligim bo'ladi. Shundan keyin bir ozgina orom topaman. Bir ozgina. Gohida esa toliqish va tashnalikdan yo'lda yiqilib qolaman. Goho yarim tunda to'lin oy nurida qalin o'rmondagi qiyshiq butoqda o'tirib shilingan oyoqlarimning hordig'ini yozaman. Va tong otarda holdan toyib mudrab ketaman. Oh, Vilgelim, yakkayu yolg'iz hujra, qildan to'qilgan janda va kishannigina qo'msaydi qalbim. Xayr, men bu iztiroblarning intihosi o'limdan boshqa narsaga eltadi deb o'ylamayman. 3-sentyabr. Men ketishim kerak. Mening qarorimni quvvatlaganing uchun rahmat senga, Vilgelim. 2 haftadan buyon huzuridan yiroqlashishim kerak degan fikr bilan tentirab yuribman. Ketishim kerak. U yana shaharlik bir dugonasinikida mehmondorchilikda. Albert esa. Qisqasi, men ketishim kerak. 10-sentyabr. Bu shunday kecha bo'ldiki, Vilgelim. Endi men hammasiga chiday olaman. Uni ortiq hech qachon ko'rmayman. Oh, do'stim, sening ko'ksingga o'zimni otib, yuragimni o'rtayotgan hislarni alam va ko'z yoshlarim bilan ifodalab bera olsam edi. Hozir bu yerda bo'g'ilib, qalb tug'yonimni bosishga urinib o'tiribman va tong otishini kutayapman. Otlarni erta tongda keltirishadi. Oh, u bo'lsa men bilan boshqa ko'risha olmasligini xayoliga ham keltirmay tinchgina uxlayapti. 2 soatlik suhbatda o'z niyatimni sezdirmasdan undan ajralishga o'zimda kuch topdim. Yo Tangrim,
yana qanday suhbat degin? Albert menga kechki ovqatdan so'ng Lotta bilan boqqa sayrga chiqishini aytdi. Men esa ulkan kashtan daraxtlari ostidagi ayvonda turib, oxirgi marta sevimli vodiy, tinch daryo ustida botayotgan quyoshni kuzatardim. Ana shu go'zal manzarani tomosha qilib, necha martalab men u bilan turganman. Endi esa o'zim uchun aziz bo'lib qolgan bu xiyobon bo'ylab u yoqdan bu yoqqa yura boshladim. Lotta bilan tanishmasimizdan oldin ham qandaydir sirli bir kuch meni shu dargohga yetaklardi. Uchrashuvimizning dastlabki kunlaridanoq bu joyga har ikkimizda ham ixlos zo'rligini sezganimizda qanchalik sevingan edik. Bu chindan ham san'atkor qo'li bilan yaratilgan romantik go'shalardan biri edi. Oldin kashtan daraxtlari orasida keng maydon ko'z oldingda namoyon bo'ladi. Aytgancha, men bu haqda senga necha martalab yozgandim shekilli. Baland eman daraxtlari bir-biriga chirmashib ketgan. Yondosh chakarakzor ta'sirida xiyobon hamisha qop-qorong'i bo'ladi va u har tomondan o'ralgan burchakka borib taqaladi. Bu burchakda mudom dahshatli tanholik hukm suradi. Bir kuni yozda bu yerga ilk marta kelganimizda meni qanday hayajon qamrab olgani hozir ham yodimda. Bu go'sha qanchalab rohat va iztiroblar makoni bo'lishini o'shanda o'zimcha yaqqol tasavvur qilgandim. Yarim soatlar chamasi visol va hijronning azobli hamda shirin xayollariga berilib turganimda ularning ayvonga ko'tarilayotganlarini eshitdim. Men ularning istiqboliga yugurdim. Titragancha Lottaning qo'lidan tutdim-da, uni lablarimga tegizdim. Butazor tepalik ortidan oy ko'tarilganda biz endigina yuqoriga chiqqan edik. U yoq bu yoqdan gaplashib, qorong'u ayvonga yetganimizni sezmay qoldik. Lotta ichkariga kirib skameykaga o'tirdi. Albert uning yonidan joy oldi. Men ham. Lekin ichki hayajon ta'sirida o'tira olmadim. Turib ketdim. Ularning oldida tik turdim. U yoq, bu yoqqa yurdim. Qayta o'tirdim. Bu dahshatli bir holat edi. Lotta qora qaynzor oxiridagi husnkor oy nuriga cho'mgan ayvonga diqqatimizni jalb etdi. G'oyat latif manzara. Biz bu yerda tim qorong'ilikda turganimiz uchun u joy yanada jozibaliroq ko'rinardi. Biz jim o'tirardik. Birozdan keyin Lotta gap boshladi. Agar men oydinda sayr qilsam, hamisha marhumlar xotirasi ko'z oldimda gavdalanadi-da, kelajak va o'lim haqidagi hislar meni qamrab oladi. Biz yo'q bo'lib ketmaymiz, davom etdi u yoqimli ovoz bilan. Verter, biz yana qayta uchrashamizmikin? Bir-birimizni taniy olamizmi? Siz qanday o'ylaysiz? Nima deysiz shunga? Lotta, dedim men unga qo'llarimni uzatib. Ko'zlarim jiqqa yoshga to'ldi. Biz albatta uchrashamiz. Bu yerda ham, u yoqda ham ko'rishamiz. Virgilim, men ortiq gapira olmadim. Qalbimni ayriliq xayoli o'rtayotganda uning shu haqda so'rashi shartmidi? Mehribon marhumlar bilarmikinlar? Yana gap boshladi u. Biz shu vaqt paytlarimizda ularni ehtirom bilan xotirlashimizni sezarmikinlar? Sokin kechalarda uning bolalari, o'zimning bolalarim o'rtasida o'tirganimda va ular xuddi uni o'rab olgandek atrofimga to'planishganda onamning siymosi ko'z oldimga kelardi. Sog'inch yoshlarim bilan osmonga ko'z tikib, uning bir zumgina bu yoqqa nazar tashlashini va o'lim oldidan bolalariga ona bo'lish uchun bergan so'zim ustidan chiqayotganimni birgina marta ko'rishni istardim. Unga qanchalik iltijo qilaman. Mehribonim, agar men sening o'rningni to'liq bosa olmayotgan bo'lsam, kechir. Axir men qo'limdan kelgan hamma narsani qilyapman-ku. Ularni kiyintiryapman, yedirib ichiryapman.
eng muhimi sevib erkalayapman. Bizdagi totuvlikni ko'rsang eding, Munis onaginam. Unda sen o'limning oldidan bolalaring baxti uchun ko'z yoshi to'kib topinganing o'sha yakkayu yagona Xudoga ming qatla shukr qilarding. U ana shularni aytdi. Oh, Vilgelem, kim ham uning gaplarini takrorlay olardi? Sovuq, o'lik harflar bu ruhning ilohiy qudratini qanday ifodalab bera olsin? Albert mehribonlik bilan uning gapini bo'ldi. Bunday qilib o'zingizni qiynamang, azizim Lotta. Bilaman, siz bunaqa tuyg'ularga tez berilasiz. Lekin iltimos, keragi yo'q. Oh, Albert, dedi u. Otam safarda bo'lgan paytlarda bolalarni uxlatib, uchalamiz yumaloq stol atrofida birga o'tkazgan kechalarni bilaman. Sen unutmaysan. Sen ko'pincha birorta qiziq kitob keltirarding. Biroq kamdan kam uni o'qirding. Chunki o'shanday go'zal, muloyim, quvnoq, ishlab tolmas, softil ayol bilan suhbatlashish dunyoda hamma narsadan ortiq edi-da. Men kechalari tiz cho'kib, meni ham unga o'xshatgin, deb iltijo bilan to'kkan ko'z yoshlarimni Xudo inobatga oldi. Lotta, deb qichqirdim men. Va uning oldida tiz cho'kib, qo'llarini behisob ko'z yoshlarimga yuvdim. Lotta, Xudo marhamati va volidangiz ruhi hamisha sizning tepangizda hozir. Siz uni bilsangiz edi, dedi Lotta mening qo'llarimni qisar ekan. U siz bilan tanishishga loyiq inson edi. Hayajondan nafasim qisilayozdi. Men hali hozirgacha o'zim haqimda bunchalik yuksak, behad zo'r maqtov eshitmagandim. U so'zda davom etdi. Mana shunday ayol hayotining gullagan davrida olamni tark etdi. Kenjatoyi hali 6 oylik ham bo'lgani yo'q edi. Uning kasali uzoq cho'zilmadi. U tinch va xotirjam edi. Faqat bolalari, ayniqsa kenjasi uchun kuyinardi. Ahvoli og'irlashgach, u menga bolalarni yonimga keltir dedi. Men bolalarni olib kirganimda ular onam to'shagini o'rab olishdi. Kattalari g'amdan o'zlarini yo'qotib qo'ygan, maydalari esa hech narsani tushunishmasdi. Onam qo'llarini yuqori ko'tarib, o'shalar haqqi Xudoga yolvordi. Va har birini o'pgach, ularni chiqarib yubordi-da, menga vasiyat qildi. Ularga ona bo'l. Men buning uchun uning oldida qasamyod qildim. Qizim, dedi u. Sen ularga onalik vujuding va onalik e'tiboringni baxshida qil. Buning nima ekanini his etishingni, sening qaynoq ko'z yoshlaringdanoq bir necha marta sezgandim. Ukalaring uchun ona, otang uchun esa mehribon farzand bo'l. Uning ko'nglini ol. Keyin otamni so'radi. Otam esa cheksiz alamini bizdan yashirish maqsadida uydan chiqib ketgandi. Batamom o'zini yo'qotib qo'ygan edi. Albert, sen o'shanda xonada eding. Onajonim kimningdir yurganini sezdi-da, bu sen ekanligingni bilgach, yoniga chaqirdi. Keyin u ikkimizga tinch, xotirjam, ochiq chehra bilan sizlar birgalikda baxtli bo'lasizlar degandek nazar tashladi. Albert uni bag'riga bosib o'parkan xitob qildi. Biz baxtlimiz, baxtli bo'lamiz. Hatto hamisha xotirjam Albert ham o'zini tutolmay qoldi. Men bo'lsam, o'zimni tamoman yo'qotgan edim. Werter, murojaat qildi u menga. Qarang, shunday ayol dunyodan ko'z yumsa-ya. Ey Xudoyim, hech aqlim yetmaydi. Qanday qilib odam hayotdagi eng sevimli kishisini olib ketishlariga chidab tura oladi-ya? Hech kim buni bolalarchalik chuqur his eta olmaydi. Ular onamizni yovuz odamlar olib ketishdi deb ancha vaqt bekorga zorlanib yurishmadi axir. U o'rnidan turdi.
Men esa hayajon va iztirobda joyimdan jilmasdan uning qo'lini tutib turardim. "Ketaylik", dedi u. Allamahal bo'ldi. U qo'lini tortib olmoqchi bo'ldi. Men uni qattiqroq qisdim. "Biz qayta ko'rishamiz", dedim men. "Biz topishamiz. Har qanday qiyofada ham bir-birimizni taniymiz. Men o'z ixtiyorim bilan ketyapman", davom etdim men. "Har holda umrbod ketyapman deydigan bo'lsam, bunga kuchim yetmasdi deb o'ylayman. Xayr, Lotta. Xayr, Albert. Biz yana ko'rishamiz. Balki ertaga ko'risharmiz", dedi Lotta hazillashib. "Bu ertaganing nima ekanligini men bilaman." Oh, u qo'lini tortib olayotib sezsa edi. Ular oy nuriga cho'mgan xiyobon bo'ylab ketishdi. Men ularning ketidan kuzatib turdim. Keyin o'zimni maysalar ustiga tashlab, yum-yum yig'ladim. O'rnimdan otilib turdim-da ayvon chetiga bordim. Va pastda, baland qayin daraxtlari soyasidagi bog' eshigi oldida uning oq harir ko'ylagining hilpiraganiga ko'zim tushdi. Men o'sha yoqqa qo'llarimni cho'zdim. U g'oyib bo'ldi. 2-bob. 20-oktyabr 1771-yil. Biz bu yerga kecha yetib keldik. Elchining tobi yo'qroq, bir necha kun ishga chiqmasa kerak. U bunchalik ichi qora bo'lmaganda edi, ish joyida bo'lardi. Qismatim menga og'ir sinovlar hozirlayotganini sezyapman. Sezib turibman. Ammo dadil bo'lish kerak. Beparvoroq bo'lsang, hamma narsa yengil ko'chadi. Beparvo bo'lish. Mening qalamim shunaqa so'zlarni yozayotganiga kulgim qistaydi. Oh, birozgina beparvo bo'la olsaydim, odamlarning eng baxtlisi hisoblanardim. Nima? Boshqalar o'zlarining arzimas kuchlari va qobiliyatlari bilan oldimda vazminlik bilan kekkayishib yursa-yu, men o'z kuchim va iste'dodimdan ikkilanib o'tiraymi? Qudratli Tangrim, menga nisbatan shu qadar saxiylik qilganingda, nega shuning yarmi o'rniga befarqlik va o'z-o'zimga ishonch ato etmading? Sabr qilish kerak. Sabr. Hammasi o'z iziga tushadi. Bu xususda sen tamoman haqsan, azizim. Butun kunlarimni odamlar orasida o'tkazib, ularning qay tarzda hayot kechirayotganlariga razm sola boshlaganimdan buyon o'z ahvolimga ancha ko'nikib qoldim. O'zimizni boshqa narsalarga, boshqa hamma narsalarni o'zimizga qiyoslaymiz. Chunki biz shunday yaratilganmiz. G'am va shodlik ham biz munosabatda bo'ladigan narsalarga bog'liq. Bunda eng xavflisi yolg'izlikdir. Poeziyaning xayoliy obrazlaridan oziq olgan, tabiatan yuksaklikka intiluvchi bizning tasavvurimizda shunday kishilar qiyofasi yaratilganki, ular bizdan go'yo yuqori turadi. O'zimizdan boshqa hamma narsa bizga jozibaliroq tuyuladi va har qanday boshqa odamni o'zimizdan ko'ra yetukroq deb o'ylaymiz. Bu mutlaqo tabiiydir. O'zimizda ko'p kislatlar yetishmayotganini har qadamda his etamiz. Ularni o'zga kishilarda ko'ramiz. O'zimizda mavjud fazilatlarni ham unga yopishtirib, yana buning ustiga uni ruhan tinch, beg'am deb o'ylaymiz. Shunday qilib, biz xayolan yaratgan baxtli inson tayyor. Aksincha, gohida biz ikkilanib, qudratimizga ishonib-ishonmay zo'rg'a oldinga siljitsak ham, bor kuchini ishga solib, jadal harakat qilganlardan ko'ra yiqilib chalishi bo'lsa-da, ilgariroq ketganimizni sezamiz. Shunda boshqalarga yetib, hatto o'zib ketib, o'zingga bo'lgan haqiqiy ishonchni his etasan kishi. 26-noyabr 1771-yil. Har qalay
bu yerga ko'nika boshladim. Eng muhimi, ish ko'p. Bundan tashqari turli fe'lli, har xil toifadagi kishilar bilan aralashib, shular bilan ovunib yuribman. Men graf K bilan tanishdim. Borgan sari unga bo'lgan hurmatim oshyapti. U ulkan va teran aql egasi, lekin bundan kekkaymaydigan, fikri keng kishi. Uning munosabatlarida odamohillik va oliyjanoblik hissi biram balqib turadiki, men xizmat yuzasidan berilgan topshiriqni bajarishda undan yordam so'raganimda, u mendan maslahatini ayamadi. Biz bir-birimizni tushunishimizni va mendan o'zga biror kishi bilan bunday muomala qilib bo'lmaslikni ilk so'zlardayoq uqtirdi. O'z navbatida men ham uning menga nisbatan ochiq ko'ngilliligini tasvirlashdan ojizman. Rost gap. Senga o'z bag'rini ochgan buyuk qalbning issiq mehrini tuyishdan ham ortiqroq shodlik dunyoda bo'lmasa kerak. 24-dekabr 1771-yil. Elchi jonimdan to'yg'azib yubordi. Shunday bo'lishini avvaldan bilgandim. U uchiga chiqqan ahmoq. Bunaqasi hali dunyoga kelmagan. U xuddi ezma xotinlardek qildan qiyiq axtaradi. Hamisha o'z-o'zidan norozi. Buning ustiga biror marta ham uning ko'nglini topolmaysan. Menga oson bo'lyapti. Yozuvlar qanday turgan bo'lsa, shundoqligicha ko'chiryapman. Ba'zan u qog'ozni qaytarib, har holda durust-u, shunday bo'lsa ham yana bir ko'rib chiqing. Yana ham mosroq so'z yoki to'g'riroq iboralar topish mumkin bo'lar, deyishdan ham toymaydi. Shunda qonim qaynab ketadi. Hatto birorta bog'lovchi ham tushib qolmasligi kerak. Gohida bilmasdan biror so'zning o'rnini almashtirib qo'ysam, jon poni chiqib ketadi. Jumlalar hamma vaqt aniq bir taxlitda tuzilishi lozim. Aks holda u hech narsa tushunmaydi. Bunday odam bilan birga ishlashning turgan bitgani azob. Mening birdan bir yupanchim graf K bilan do'stligimdir. Yaqinda u elchining injiqligi va lanjligidan norozi ekanligini menga ochiq-oydin aytdi. Bundaylar o'zlarini ham, o'zgalarni ham qiynashadi. Lekin dovondan oshib o'tishga majbur sayyohdek sharoitga ko'nikishga majbursan kishi, dedi u. Ana shu dovon bo'lmasa, yo'l qulayroq va qisqaroq bo'lardi-yu, lekin o'sha dovon bor. Demak, undan oshib o'tish shart. Grafning menga iltifot ko'rsatishini chol sezadi. Bu uning g'ashini keltiradi. U mening huzurimda grafni g'iybat qilish uchun har qanday qulay imkoniyatdan foydalanadi. Tabiiyki, men bo'sh kelmayman. Bundan ahvol tobora og'irlashadi. Ayniqsa, kecha g'azabim qaynadi. Chunki u menga ham til tegizib o'tdi. Dunyoviy taomillarga graf juda usta. Ishda qo'li ancha epchil, qalami ham xiyla dadil emish-u, lekin boshqa barcha adabiyotchilar singari chuqur bilimdonlikda ajralib turmasmish. Buning ustiga yana uning yuz ifodasi go'yo qalay, vopladimmi deb turardi. Baribir bu menga zarracha ham ta'sir qilmadi. Men shunday o'ylaydigan va o'zlarini shu taqlid tutadigan odamlardan nafratlanaman. Graf o'z kislatlari bilan ham, bilimi bilan ham har qanday hurmatga loyiq kishidir, dedim. O'z bilimini kengaytirib, uni umum manfaatiga bag'ishlashga va kundalik hayotda shu darajada faol ishtirok etish baxtiga muyassar bo'lgan kishilarni kamdan kam uchratganman, dedim men. Achigan kalla uchun bu gaplar Xitoy devori edi. Yana qandaydir ortiqcha safsata tufayli butunlay xunobim oshmasin deb tezroq chiqib ketishga shoshildim. Ishla deb boshimni aylantiraverib, meni shu kishanga bog'lagan sizlar aybdorsizlar. Ish emish. Kartoshka ekib, hosilini shaharga eltib sotadigan odam mendan ko'ra ko'proq foyda topadi. Agar gapim yolg'on bo'lsa, o'zim mixlanib qolgan mana shu do'zaxga yana 10 yil ishlashga tayyorman. Atrofda qimirlashib yotgan johil odamlar ichida zerikishni, g'aroyib qashshoqlikni aytmaysanmi? Ulardagi shaxsiyatparastlik, bir-biridan ozgina bo'lsa-da oldinga ketish uchun hushyor turishlar,
kuzatishlar bu ochiq holdagi o'ta pastkash va o'ta rasvo intilish. Masalan, bir ayol duch kelgan odamga o'zining mulki va shuhrati haqida maqtanadi. Har qanday odam ham voy tentak, o'zining yaramas shuhrati va mulki haqida og'iz ko'pirtirib yuribdi deb o'ylashi mumkin. Hammadan ayanchlisi shuki, bu ayol mahalliy boshqarma mirzasining qizi. Xudo haqqi, tuban bir holda o'zini sharmanda qilishdan tortinmaydigan kishilarga hech tushuna olmayman. Rostini aytsam, do'stim, boshqalarni ham o'z tarozisida o'lchash nodonlik ekanligiga kundan-kun ishonchim komil bo'lyapti. O'z tashvishlarim boshimdan oshib, qalbim chunonam qaynab toshyaptiki, agar boshqalar meni tinch qo'yishsa, men ularga til ham tekkizmasdim. Yaramas ijtimoiy munosabatlar, ayniqsa jig'imga tegyapti. Tabaqalarni farqlash qanchalik muhimligini, o'zimga ham bu qanchalik foydali ekanligini boshqalardan kam bilmayman. Lekin men birozgina quvonch, dunyodagi zarracha baxtdan bahramand bo'lganimda, bu tafovut yo'limga g'ov bo'lmasa bo'lgani. Yaqinda men sayr paytida shunday alg'ov-dalg'ov hayotda ko'p fazilatlarni o'zida mujassamlashtira olgan qiz Freyleyn fon B bilan tanishdim. Suhbat davomida biz bir-birimizga ma'qul bo'lib qoldik. Xayrlasharkanmiz, men unikiga borishga ijozat so'radim. U shunchalik ochiq ko'ngillik bilan marhamat bildirdiki, boradigan payt bo'lguncha toqatim toq bo'ldi. U bu yerlik emas, xolasinikiga mehmondorchilikka kelgan. Kampir ko'rinishdan menga yoqmadi. Men qo'limdan kelgancha unga hurmat, e'tibor ko'rsatdim. Suhbat davomida iloji boricha o'shanga murojaat qildim. Birozdan keyin menga shu narsa ayon bo'ldi. Bunga keyinroq qiz ham iqror bo'ldi. Keksaligida bir necha aslzoda avlodlaridan o'zga na biror tayanchga, na fahmu farosatga va na ko'zga ko'rinarli mulkka ega bo'lmagan. O'z ijtimoiy mavqei pardasiga o'ralib qolgan sevimli xolasi aslzodalar tabaqasiga mansubligini pesh qilib, kekkayishdan boshqa huzurni bilmaydigan banda ekan. Aytishlaricha, u yoshligida juda go'zal bo'lgan va dunyoni kuydirgan. O'z mag'rurligi bilan qanchalab sho'rlik yigitlarga azob bergan. Hayotining gullagan davrida esa arzimas daromadga qanoat qilib, u bilan umr kechirgan va dunyodan o'tgan keksa ofitserga butunlay sodiq bo'lib qolgan. Endi bo'lsa beva qolgan chog'ida, bordi-yu suyukli jiyani bo'lmaganida uning tanholigiga hech bir kishi qayg'urmagan bo'lardi. 8-yanvar 1772-yil. Rasmiyatchilikka mukkasidan ketgan. Yillar davomida butun boshqalardan bir pog'ona yuqori ko'tarilishdan o'zga o'y-fikrlari va intilishlari bo'lmagan odamlarni kim deb hisoblash mumkin? Ularning bundan boshqa ishlari yo'q deb o'ylash mumkin. Aksincha, ishlari qalashib yotibdi. Xuddi mana shunday tuban, yaramas odatlar muhim ishlarni bajarish istagiga xalaqit beradi. O'tgan hafta chang'i sayrda janjal chiqib, butun xursandchilik yerga uchdi. Mavqeining mutlaqo ahamiyati yo'qligini, yuqori mavqeini egallagan kishi kamdan kam asosiy rolni o'ynay olishini bu ahmoqlar nega tushunmaydilar? Ministrning yo'l ko'rsatishi bilan ish yuritadigan qirollar, sekretarning izmidan chiqmaydigan ministrlar ozmi? Unda kimni birinchi deb hisoblash kerak? Menimcha, boshqalarni pisand qilmaydigan, butun kuch va qobiliyatlarini o'z rejalarini amalga oshirishga sarflash uchun yetarli qudrat hamda ayyorlikka ega bo'lgan kishinigina birinchi deb hisoblasa bo'ladi. 20-yanvar. Azizim Lotta, men sizga qattiq yomg'irdan yashirinib turgan mana shu joyim, ya'ni dehqonlarning karvonsaroyidan yozishga majburman. G'amgin shaharcha D-da yot. Qalbimga tamoman yot. Begona odamlar orasida tentray boshlaganimdan buyon biror marta, biror daqiqa ham sizga xat yozishga hafsala qilganim yo'q.
Ammo derazachasiga qor va do'l tinimsiz urilayotgan mana shu tanho go'shada odamlardan yiroqda dastlabki xayolim siz bo'ldingiz. Bu yerga kirganimdanoq sizning qiyofangiz ko'z o'ngimda gavdalandi. Oh, Lotta, sizni eslash qalbimga shu qadar orom, shu qadar iliqlik baxsh etdiki, marhamatli Tangrim, shuncha muddat davomida ilk baxtli dam shu bo'lsa kerak. Malagim, bu parishon xotirlik girdobida meni bir ko'rsangiz edi. Qalbim go'yo muzga aylangan. Yurakni hayajonga soluvchi na biror lahza, na biror lazzatli on bor. Hech narsa yo'q. Go'yoki men qo'g'irchoq teatrida o'tirgandekman-u. Ko'z oldimda odamchalar va otchalarning qay taxlit harakat qilishlarini kuzataman. Bular ko'zimga ko'rinmayaptimi deb ko'pincha o'z-o'zimdan so'rab qo'yaman. Men ham go'yo shu teatrda o'ynayman. To'g'rog'i, meni qo'g'irchoqdek o'ynatadilar. Ba'zan qo'shnimning yog'och qo'lidan tutaman va dahshat ichida ortga chekinaman. Quyosh chiqishini kuzatishni kechqurnoq mo'ljallab qo'yaman. Biroq tongda to'shakdan qo'zg'ala olmayman. Kunduzi esa oydinda sayr qilib rohatlanishni ko'ngilga tugib qo'yaman. Qani endi xonamdan chiqolsam. Nega uxlashga yotaman? Nega o'rnimdan turaman? Buni o'zim ham bilmayman. Menga hayotiy quvvat bag'ishlaydigan manba endi yo'q. Tunlari ko'zimdan uyquni olib qochadigan, subhidamda uyg'otadigan nur endi g'oyib bo'lgan. Bu yerda ayollarga xos xislatlarni o'zida saqlab qolgan birdan-bir kimsa Freyleyn fon Beder. Uni biroz sizga taqqoslash mumkin. Suyuklim Lotta, lekin sizga teng keladigan zot bormikan? Oh, maqtashga ham usta bo'lib qolibsiz, deyarsiz balki. Bunda qisman haqlisiz ham. Anchadan buyon juda sermulozamat bo'lib qolganman. Chunki boshqacha bo'la olmayman. Ko'p hazillashaman. Xonimlarning fikricha hech kim menchalik qoyillatib maqtay olmasmish. Alday olmasmish ham deb qo'shimcha qilarsiz ehtimol. Bu siz ish yurishadimi? Tushunyapsizmi? Men B ismli qiz haqida gapirmoqchi edim. Uning moviy ko'zlarida qalb tuyg'ulari jilolanib turadi. Yuqori tabaqaga mansubligidan zarracha ham quvonmaydi. Bu uni qiynaydi xolos. U ana shu tor qafasdan qutulishni istaydi. Va biz soatlab osoyishta qishloq hayoti haqida xayol qilamiz. Oh, siz haqingizda ham. U sizni qanchalik ko'klarga ko'tarishga majbur. Yo'q, majbur emas. U ixtiyoriy ravishda o'z xohishi bilan shunday qiladi. Siz haqingizda so'zlasamchi, jon qulog'i bilan tinglaydi. Sizni sevadi. Oh, saranjon sarishtaxonada sizning qarshingizda o'tirishni, sevimli do'mboqchalarimizning atrofimizda qiy-chuv ko'tarib o'ynashlarini. Sizningcha, agar ular to'polonni haddan oshib yuborishsa, vahimali ertaklar aytib tinchlantirib qo'yishni biram istardimki. Kumush qor qoplab yotgan vodiy ustida quyosh jimirlab botib boryapti. U ajoyib kishi bo'lgan va men shu daraxtlar ostida tik turib, ehtirom bilan uni xotirlardim, deb maktabda o'qituvchimiz ulardan birining o'z bobosidan eshitgan nomini tinimsiz tilga olardi. Ishonasanmi? Kecha gaplashib o'tirgan edik. O'qituvchi ko'zlari yoshga to'lib ularni qirqib tashlashganini aytdi. Qirqib tashlashgan. Hushimni yo'qota yozdim. Daraxtlarga birinchi bolta urgan yaramasni majaqlab tashlagim kelardi. Bordi-yu, o'z hovlimda shunday daraxtlar o'sib, ulardan birortasi keksalikdan qulab tushganda yurakdan achingan bo'lardim. Mana endi bo'lsa, nimaga chidab o'tiribman?
bo'ron o'tib ketdi. Men esa yana o'z qafasimga qaytishim kerak. Xayr. Albert yoningizdami? Xo'sh, qanday? Bu savolim uchun Xudoning o'zi kechirsin. 8-fevral. Bir haftadan buyon havo aynigan. Men bo'lsam bundan shodman. Negaki, shu yerga kelganimdan beri biror marta ham kayfim chog' bo'lgani yo'q. Kimdir rasvo qilmagan, zaharlamagan biror kun yo'q. Mana endi yomg'ir sharros quyib, goh bo'ron quturib, yer goh muzlab, goh erib yotganda ko'chadan ko'ra uyda o'tirish yaxshiroq-ku, axir deb o'ylayman-da, yengil tortib ketaman. Agar ertalab quyosh charaqlab ochiq kundan darak bersa, mana odamlar bir-biridan qizg'anadigan tag'in bir Xudo marhamati deb xitob qilishdan o'zimni tiya olmayman. Ular salomatlikni ham, yaxshi nomni ham, quvonch va osoyishtalikni ham bir-birlaridan qizg'anishadi. Ko'pincha nodonlik, tushunmaslik va kaltabinlikdan shunday qiladilar. Gaplariga quloq solsangiz, ajabtovur kishilarga o'xshaydilar. O'z ichak-chavoqlarini bu darajada tilka pora qilmasliklari uchun gohida ularga tiz cho'kib yalingim keladi. 17-fevral. Elchi ikkimiz bir-birimizga ortiq toqat qila olmaymiz deb qo'rqaman. U o'ta yaramas odam. Uning ishlash, rahbarlik qilish usuli shunchalik kulguliki, fikriga qarshi gapirishdan o'zimni tuta olmayman. Ko'pincha ishni o'z usulimcha, o'z fikrimdan chiqarib bajaraman. Tabiiyki, bu unga hech ham yoqmaydi. Ish shungacha borib yetdiki, mening ustimdan saroyga arz qilgan va ministr menga biroz bo'lsa-da har holda tanbeh berdi. Men ishdan bo'shash haqida ariza berishga shaylanib turganimda ministrdan shaxsiy xat oldim. Bu shunday maktub ediki, undagi buyuk donolik va samimiyat oldida bosh egishdan o'zga ilojim qolmadi. Behad ta'sirchanligim uchun u meni qanchalik koyigan va meni foydali intilish, boshqalarga ta'sir o'tkazish va muhim ishlarga aralashish haqidagi chegaradan ortiq fikrlarimga yoshlarga xos dadillik sifatida qanchalik ahamiyat bergan. Shu bilan birga ularni butunlay toptab tashlamasdan, balki biroz yumshatishga hamda ularni chinakam ro'yobga chiqa oladigan va kishilarga foyda keltira oladigan yo'lga burishga harakat qilgan. Bir hafta davomida bundan ruhim tetiklandi hamda o'zimni qo'lga oldim. Ma'naviy sokinlik va o'z-o'zidan qoniqish zab ajoyib narsada. Bu boylik qanchalik qimmatbaho va go'zal bo'lgani bilan shunchalik mo'rt bo'lmaganida edi. 20-fevral. Xudo yarlaqasin sizlarni. Azizlarim, meni mahrum etgan barcha yaxshi kunlarni sizlarga ato etsin. Meni aldaganing uchun rahmat senga. Albert, men sizlarning to'ylaringiz haqida xabar kelishini kutdim. Va xuddi shu kuni Lottaning siluetini devordan tantanali tarzda olib, uni boshqa qog'ozlar orasiga yashirib qo'ymoqchi edim. Endi sizlar er-xotinsizlar. Uning silueti esa hali ham osig'liq turibdi. Mayli, turaversin. Axir nega ham turmasin? Bilamanki, men sizlar bilan birgaman va senga xalaqit bermaganim holda Lottaning qalbida yashayman. Ha, u yerda ikkinchi o'rinni egallayman. Mana shu o'ringa ega bo'lishni istayman. Buni saqlab qolishim shart. Oh, bordi-yu, u meni unutsa. Aqldan ozardim. Albert, bu xayol men uchun bamisli do'zaxdir. Xayr, Albert. Xayr, Lotta. Xayr, samoviy farishta. 15-mart. Meni bu yerdan ketishga majbur qilayotgan bir ko'ngilsiz voqea sodir bo'ldi. Alamimdan tishimni qisib o'tiribman. Jin ursin. Endi buni tuzatib bo'lmaydi.
Dadamga mos kelmaydigan bu vazifani egallashga meni majbur qilgan, qiynagan, shunga undagan sizlar aybdorsizlar. Mana endi men ham, sizlar ham ko'radiganimizni ko'rib o'tiribmiz. Balki sen odatdagidek bunga o'zing aybdorsan, mudom bir gapni ko'pirtirib yurasan dersan. Unday bo'lsa, voqeani xuddi solnomachidek aniq, mufassal bayon etishimga ruxsat et, janob. Graf fon K menga mehribon, ser iltifot. Bu senga ma'lum. Bu haqda 100 martalab yozganman. Kecha u meni tushki ovqatga taklif qilgan edi. Hamisha xuddi shu kuni kechqurun 12da olifta janoblar va xonimlar yig'ilishardi. Bu mutlaqo yodimdan ko'tarilib ketibdi. Biz qaram kishilar bu davraga mansub emasligimiz haqida ham o'ylab ko'rmabman. Shunday qilib, biz grafnikida tushki ovqatni yegach, stoldan turib katta zalga o'tdik va o'zaro suhbatlashib, u yoqdan bu yoqqa yura boshladik. Keyin bizga polkovnik B ham qo'shildi. Shu tariqa mehmonlarning keladigan vaqti ham yaqinlashdi. Xudo haqqi, hech narsa xayolimga kelmasdi. Shu payt fon S ismli olifta xonim eri va og'azga o'xshash hurpaygan, ko'ksi tep-tekis xipchabel qizi bilan kirib kelishdi. Va en passant aristokratlarga xos qiyofada xo'mrayishar, burunlarini ko'tarishar edi. Shu taqlid nusxalar tabiga mutlaqo o'tirmaganligi tufayli tezroq bu yerni tark etmoqchi bo'ldi. Va graf o'shalarning yoqimsiz suhbatidan xalos bo'lguncha kutib turgandim, Freyleyn fon B istiqbolimda paydo bo'ldi. Uni ko'rsam hamisha ko'nglim taskin topadi. Shu boisdan ketmadim va o'tirgan kreslo orqasida tik turdim. Anchadan keyingina uning men bilan odatdagiga nisbatan tortinibroq, biroz hijolat bo'lib gaplashayotganini sezdim. Hayron bo'ldim. Nahotki u ham boshqa hamma kishilardek bo'lsa, o'yladim men undan ranjib va ketmoqchi bo'ldim. Lekin baribir qoldim, chunki bunga ishongim kelmasdi. Uni jon deb oqlamoqchi bo'lardim. Undan biron og'iz yoqimli so'z eshitishga umidvor edim. Kim biladi, nega bunday? Bu orada mehmonlar ko'paya boshladi. Frans bir davriga oid butun askariy anjomlarni taqib olgan baron F saroy maslahatchisi R. Uni bu yerda in gualitate janob fon R deb ataydilar. Qulog'i og'irroq rafiqasi bilan, hatto Daqqa Yunusdan qolgan libosiga yangi lattalarni yamab olgan juldurvoqi I ham va boshqalar to'da bo'lib kela boshlashdi. Men esa ba'zi tanishlarimga so'z qotardim. Hammasi lo'ndagina javob qaytarib qo'ya qolishardi. Hech narsa tushuna olmasdim. So'ngra bor diqqatimni Freyleyn B'ga qaratdim. Zalning narigi tomonida ayollar o'zaro shivirlashganlarini va bu erkaklarning ham qulog'iga yetib kelganini. Natijada fon S xonim graf bilan gaplashganini men sezmabman. Buni menga keyinroq Freyleyn fon B so'zlab berdi. Shundan keyin graf yonimga keldi-da, meni deraza oldiga yetakladi. Bizdagi yaramas odatlarni o'zingiz bilasiz, dedi u. Sizning bu yerda bo'lishingiz mehmonlarga ma'qul bo'lmayotganini sezyapman. Men hech ham istamasdimki, janob oliylari, so'zini bo'ldim men. Xudo haqqi, meni afv eting. O'zim buni anglashim lozim edi. Bilaman, mening bu befahmligimni siz kechirasiz. Men darhol ketmoqchi edim, ammo qandaydir bir kuch meni tutib qoldi. Qo'shib qo'ydim yana. Ta'zim qilarkanman kulimsirab. Graf mening qo'limni chin yurakdan qisarkan, shu bilan go'yo hamma narsani ifodalagandek edi. Men dabdabali davradan sezilmasdan chiqib ketdim. Kabrioletga o'tirdim-da, adir tepasidan turib quyosh botishini kuzatish,
o'z sevimli Gomerimdan Ulisni qanday qilib mehmondo'st cho'chqaboqarnikida mehmon bo'lganligi haqidagi yoqimli qo'shiqni o'qish uchun mayga qarab yo'l oldim. Bular hammasi shu qadar yaxshi ediki, kechki ovqatga qaytib keldim. Qahvaxonada odam siyrak edi. Ular dasturxonni surib tashlab, stol burchagida soqqa o'ynashardi. Bu payt Ushvel Adelin kirib keldi. Meni ko'rgach, boshidan shlyapasini oldi-da, yonimga kelib shivirlab so'radi. Biror ko'ngilsiz voqea yuz berdimi? Nega bunday deyapsan? So'radim men. Graf seni haydab chiqaribdi-ku. Daf bo'lsin o'shalar. Ochiq havoga chiqqanimga xursand bo'ldim. Sening bunga shunchalik yengil qaraganing yaxshi-ya, ammo bu haqda hamma yerda gapirishayotganlari menga alam qiladi. Shundagina bu hodisa mening miyamga yetib bordi. Stolga kim kelib o'tirsa, hammasining meni kuzatganlari bejiz emas ekanda deb o'yladim. G'azabim toshib ketdi. Bugun esa qayerga bormayin hamma yerda mendan ko'ngil so'raydilar. Mening dushmanlarim esa eshitishimcha tantana qilayotganmishlar. Kekkayish, menga hamma ishni qilaverish mumkin deb arzimas aqlini ko'klarga ko'tarish. Mana nimalarga yeltadi, deyisharmish ular. Shunaqa yaramas safsatalarni eshitaversam, yuragimga pichoq sanchib olgim keladi. Mustaqillik haqida nima desalar deyaversinlar-u. Ammo men qandaydir muttahamlarning birorta puch gapni dastak qilib xulosa chiqarishlariga chidab turadigan odamni ko'rishni istardim. Agar shu safsata puch bo'lsa, unda ularga parvo qilmasa ham bo'ladi. 16-mart. Hamma narsa g'ashimni keltirmoqda. Bugun Freyleyn buni parkda uchratib qoldim va u bilan so'zlashishdan o'zimni tiya olmadim. Odamlardan biroz uzoqlashganimizdanoq uning o'shandagi qilig'idan ranjiganimni izhor qildim. "O, Verter", dedi u samimiy ohangda. Mening qalbimni tushuna turib, o'shanda sarosimada qolganimni shunday izohlashingiz to'g'rimi? Zalga kirgan daqiqalarimdanoq siz tufayli qanchalik azoblandim. Natijasi shunday bo'lishini bilgandim. Sizni ogohlantirishga juda ko'p urindim. O'sha S va T ismli ayollarga siz bilan bir davrada o'tirgandan ko'ra yaxshisi erlari bilan ketib qolish afzal ekanini bilardim. Grafning ularga qarshi gapira olmasligini ham bilardim. Mana endi qancha shov-shuv. Nima dedingiz, Freyleyn? So'radim o'zimdagi qo'rquvni yashirib. O'tgan kuni Adelin aytgan gaplarning hammasi xayolimda jonlandi. Va shu lahzada tomirlarimdan xuddi qaynoq suv yugurgandek bo'ldi. Shu tufayli boshimga ne ko'rguliklar yog'ilmadi-yu, dedi sof ko'ngil qiz ko'zlari yoshga to'lib. Men o'zimni idora qila olmasdim. Uning oyoqlariga tashlanishga tayyor edim. Tushuntirsangiz-chi axir? Qichqirdim men. Qizning ko'z yoshlari yuzlaridan oqib tusha boshladi. Men aqlimni yo'qota yozdim. U ko'z yoshlarini yashirishga ham urinmasdan ularni artdi. Siz xolamni bilasiz-ku, gap boshladi. U ham o'sha yerda edi. Bo'lgan voqeaga u qanday nazar bilan qaradi-yu? Verter, kecha kechqurun va bugun ertalab siz bilan tanishligim uchun qancha vasxonlikka toqat qilishga, sizni yomonlashlarini, yerga urishlarini eshitishga to'g'ri keldi. Sizni yoqlashning imkoni yo'q edi. Uning har bir so'zi misoli nayzadek yuragimga sanchilardi. Bularning barchasini mendan sir tutish nechog'lik olijanoblik bo'lishini u sezmasdi. U yana endi mishmishlarning keti uzilmasligini, ma'lum toifadagi kishilarning tantana qilishlarini ham qo'shib qo'ydi. Ular endi yuqori tabaqadagi kishilardan nafratlangani, kekkaygani uchun qilmishiga yarasha bo'ldi deb mening haqimda vaysashlari turgan gap emish. Oh, Vilgelim, chinakam hamdardlik bilan aytilgan bu so'zlarni uning og'zidan eshitish ruhim tushib ketdi.
Hozirgacha ham xunobim oshib yuribman. Birortasi menga ochiqchasiga ta'na qilishga jur'at etsa-yu, men uning ko'ksiga xanjar tiqib olishni istayapman. Qonni ko'rgach, zora yengil tortsam. Oh, bu azobdan xalos bo'lish uchun 1000 martalab qo'lga pichoq oldim. Aytishlaricha, otlarning ajoyib bir nasli bo'lib, agar uni haddan ortiq yugurtib, terlatib yuborsalar, u nafas olish oson bo'lsin uchun tug'ma xususiyatiga ko'ra qon tomirlarini tishlab olarmish. Xuddi shunga o'xshab, men ham ko'pincha qon tomirimni qirqib, g'amdan abadiy qutulishni istab qolaman. 24-mart. Meni ishdan bo'shatishlarini so'rab saroyga ariza berdim. Ishonamanki, arizam inobatga olinadi. Bu xususda sizlardan ruxsat so'ramaganim uchun meni kechirasizlar. Nima bo'lsa ham men bu yerdan ketaman. Meni bunda qoldirish uchun qiladigan barcha pand nasihatlaringni yoddan bilaman. Demak, buni onamga yumshoqqina qilib tushuntirib qo'y. Unga biror yordam ko'rsata olmasam, mendan ranjimasin. O'zimga ham oson emas. Payti kelib, maxfiy maslahatchi yoki elchilik lavozimiga ko'tarilishi mumkin bo'lgan qulaygina martabadan to'satdan o'g'li voz kechsa-yu, yana eski ahvoliga qaytsa, albatta onaga oson bo'lmaydi-da. Nima o'ylasalaring, o'ylayveringlar. Meni qoldirish maqsadida istagan shart-sharoitlaringni ro'kach qilaveringlar. Men baribir ketaman. Qayoqqa jo'nab ketayotganimni bilishni istasalaring, aytishim mumkin. Bu yerda meni o'ta qadrlaydigan knyaz bor. U niyatimni eshitgach, meni o'z mulkida go'zal bahor faslini o'tkazishga taklif etdi. Knyazning va'dasiga qaraganda, u yerda ixtiyorim tamoman o'zimda bo'larmish. Knyaz ikkimiz bir-birimizni xiyla yaxshi tushunamiz. Shu sababli peshonamga yozilganini ko'rarman dedim-da, ketishga ahd qildim. 19-aprel. P.S. Ikkala xating uchun ham tashakkur. Saroydan javob olgunimga qadar bu maktubni jo'natmay turdim. Xatlaringga javob ham yozmadim. Onamning ministrga arz qilib, mening niyatimni yo'qqa chiqarishidan xavflandim. Mana, bo'lar ish bo'ldi. Javobni bo'lsa oldim. Meni ishdan g'oyat istamasdan bo'shatishganlarini va ministr menga nimalar yozganini aytishga jur'at qila olmayman. Sizlar yana arz-dod qilishlaring mumkin. Valiahd janoblari menga ketishim oldidan bir xatcha bilan 25 dukat pul yuboribdi. Xatni o'qib, hayajondan ko'zlarimdan yosh chiqib ketdi. Xullas, yaqinda onamdan so'ragan pullarning endi hojati yo'q. 5-may. Ertaga bu yerdan jo'nab ketaman. Tug'ilgan joyim yo'ldan 6 milya narida bo'lgani uchun uni ham ziyorat qilib, o'tmishdagi baxtiyor kunlarimni eslab o'tmoqchiman. Otam vafot etgach, ana shunday xushmanzara, osoyishta joyini tashlab, o'zining diqqinafas shahriga qamalish maqsadida onam meni yetaklab chiqqan xuddi o'sha darvozadan kirmoqchiman. Xayr, Vilgelim. Senga o'z sayohatim tafsilotlarini yozib turarman. 9-may. O'z tug'ilgan yurtimni bamisli hojidek ehtirom bilan ziyorat qildim. Meni g'alati his tuyg'ular qamrab oldi. So'yga ketadigan yo'lda shahardan chorak soatlik masofadagi katta arg'uvon daraxti yonida to'xtadim-da, aravadan tushdim. Xotiralardan to'yguncha rohatlanib piyoda ketish uchun yamshikka javob berib yubordim. Mana, bolaligimda sayrlarimning maqsad va nihoyasi bo'lgan arg'uvon daraxti ostida turibman. O'zgarishlar beqiyos. U paytlarda bolalarcha tushunib yetmaslik orqasida yuragimga oziq topish, miriqib yayrash, ochko'z, tug'yonli vujudimni qondirish va tinchlantirish uchun yot o'lkalarga bosh olib ketishga intilardim. Endi-chi? Oh, do'stim,
qanchalar poymol etilgan maqsadlar bilan o'sha uzoq o'lkadan qaytib kelyapman. Necha martalab istaklarim manbai bo'lgan tog' tizmasining ko'z oldimda yastanib yotganini ko'rardim. Soatlab arg'ovon daraxti ostida o'tirib, ko'zlarimga jozibali bo'lib g'ira-shira ko'ringan o'rmonlar, vodiylar tomon intilardim va ular bilan qalban qo'shilib ketishni orzu qilardim. Uyga qaytadigan payt bo'lganda-chi, bu sevimli joyni nechog'lik istamay tark etardim. Men shaharga yaqinlashdim. Shahar chetidagi eskidan qolgan barcha tanish uylarga salom berdim. Bu yerda sodir bo'lgan hamma o'zgarishlar singari yangi uylar ham menga yoqimsiz tuyuldi. Darvozadan ichkariga kirgach, qaytadan o'zimni bamisoli uydagidek his etdim. Aziz do'stim, mufassal yozib o'tirmayman. Bu narsalar menga qanchalik dilbar tuyulmasin, baribir hikoyada zerikarli chiqishi mumkin. Sobiq uyimiz yonidagi maydonda tunashga qaror qildim. O'tayotib razm solsam, yoqimtoy keksa ayol bolaligimizda bizni mushtara qilgan maktab endi baqqollik do'koniga aylantirilibdi. Men bu kulbada ne hayajon, qo'rquv va esankirashlarni boshimdan kechirganimni esladim. Har qadamda diqqatni tortuvchi biror narsa uchradi. Muqaddas joylarni ziyorat qiluvchi har qanday hoji ham shunchalik ko'p ilohiy xotiralarga duch kelmasa kerak. Uning qalbi shu qadar huzurbaxsh hayajon bilan tepishi ham gumon. Behisob esdaliklardan biri mana bu. Men daryo oqimi bo'ylab tanish joygacha tushdim. Bu ham qachonlardir mening har kungi yo'lim edi. Biz bolalar shu yerdan turib yassi toshlarni suv betida sakratishni mashq qilardik. Gohida daryoga tikilib sirli xayollar og'ushida suv ketidan kuzatib qolardim. U oqib o'tadigan o'lkalarni xayolan ko'z oldimda gavdalantirardim. Tasavvurim kuchi nihoyasiga yetsa-da, ko'z ilg'amas kengliklar xayolatida yo'qolib ketmagunimcha yana ilgariga, juda ilgariga intilaverardim. Bularni men kechagina sodir bo'lgandek xotirladim. Ko'ryapsanmi, azizim? Ota-bobolarimizning ham fikr doirasi xuddi shunday chegaralangan bo'lgan va o'zlarini o'shanday baxtli his etganlar. Ularning his tuyg'ulari ham, ijodlari ham o'ta sodda bo'lgan. Ulis cheksiz dengiz va bepoyon yer haqida gapiradi. Bu shunchalik tabiiy, insoniy, samimiy, sodda va sehrliki, agar men hozir har qanday maktab o'quvchisiga qo'shilib yer yumaloq deb takrorlasam, buning biror foydasi bormi? Umr o'tkazish uchun insonga ozgina, qabr uchun esa undan ham ozroq yer parchasi kifoya. Mana endi knyazga qarashli ovchilar saroyidaman. Bu yerning xo'jayini ancha dilkash va oddiy odam. U bilan bemalol chiqishish mumkin. Unikiga men tushuna olmaydigan g'alati odamlar kelib turishadi. Ular tovlamachilarga ham o'xshamaydilar. Biroq odam shavanda kishilarga xos ko'rinishlar ham yo'q. Ba'zida ular menga samimiydek tuyulsalar-da, baribir men ularga ishona olmayman. G'ashimga tekkan narsa yana shuki, knyaz ko'pincha birovlardan eshitgan, kitoblardan o'qigan narsalar haqidagina gapiradi va bularga boshqa birov nuqtai nazaricha baho beradi. Butun qudratim, butun sevinch va iztiroblarimning manbai, mening yagona faxrim bo'lgan qalbimdan ko'ra, knyaz mendagi aql va qobiliyatni ko'proq qadrlaydi. Men bilgan narsani boshqa har qanday odam ham bila olar-ku-ya, biroq bunday qalbga ega bo'la olmasligi mumkin. 25-may. Mening bir rejam bor edi. U amalga oshgunicha bu haqda sizlarga og'iz ochmoqchi emasdim. Bundan hech gap chiqmagach, demak,
Endi baribir-da. Men urushga ketmoqchi edim. Buni avvaldan ko'nglimga tugib qo'ygandim. Aslida knyaz N qismida general bo'lgani tufayli unga qo'shilib bu yerga kelgandim. Bir kuni sayr qilib yurganimizda men unga o'z rejalarimdan so'z ochdim. U mening fikrimga qarshi chiqib, basharti men uning dalillariga quloq solishni istamagan taqdirimda ham bu narsa bema'ni havasdan ko'ra ko'proq qizg'in istak bo'lishi lozimligini menga uqtirdi. 11-iyun. Nima desang deyaver. Ammo men ortiq nolimayman. Bu yerda nima ham qilardim? Zerika boshlayapman. Knyaz iloji boricha ko'nglimni ovlashga urinadi. Lekin baribir o'zimni noqulay sezyapman. Sirasini aytganda, knyaz ikkimizni bog'lab turadigan hech qanday bir umumiylik yo'q. Uni aqlli odam desa bo'ladi. Biroq aqli ham o'rtamiyona. Yaxshi yozilgan kitob kishini qanday ovutsa, uning muomalasi ham meni shunday ovutadi. Bu yerda tag'in bir hafta bo'laman. So'ngra yana darbadarlikni boshlayman. Eng quvonarlisi shuki, bunda men rasm solish bilan shug'ullanyapman. Knyaz san'atni tushunadi. Agar u sayoz ilmiy tushunchalar va odatdagi terminlar doirasida chegaralanib qolmaganida edi, bilim doirasi yanada kengroq bo'lardi. Ba'zida men unga butun qalb harorati bilan tabiat va san'at eshigini ochaman. U bo'lsa, bilimini namoyish qilish maqsadida qandaydir yodlab olgan so'zlarni aytib yuborsa, alamdan tishlarimni g'ichirlataman. 16-iyun. Ha. Men olamni kezib yuruvchi darbadarman. Sizlar mendan ortiqmisizlar? 18-iyun. Qayoqqa jo'nayotganimni bilmoqchi bo'lsang, senga yashirincha aytishim mumkin. Yana 2 hafta shu yerda qolaman. Keyin esa dagi konlarga borishni mo'ljallab turibman. Aslida gap konda ham emas. Lotdaga yaqinroq bo'lishni istayman xolos. Bor gap shu. O'z qalbimdan kulyapman-u, uni yana o'z erkiga qo'yib beryapman. 29-iyul. Ha, biram yaxshiki, hammasi yaxshi. Men uning umr yo'ldoshi bo'lsam. O, yaratgan Tangrim, menga shunday baxtni ato etganingda edi, umrim bo'yi senga tinimsiz sajda qilgan bo'lardim. Men hasrat qilayotganim yo'q. Ko'z yoshlarim, puch orzularim uchun meni afv et. U mening rafiqam bo'lsa, qani endi yer yuzidagi eng pokiza vujudni bag'rimga bossam. Albert uning xushbichim qomatini quchsa, badanimga muz yugurgandek bo'ladi. Vilgelim, shunday deyishga haqlimanmi? Vilgelim, nega haqqim bo'lmasin? Lotta undan ko'ra men bilan ko'proq baxtli bo'lardi. U kabi odam Lottadagi qalb istaklarining barchasini qondirishga qodir emas. Unda sezgirlik yetishmaydi. Qanday tushuntirsam ekan? Aytaylik, muhabbat kitobidagi Lotta ikkimizning qalblarimiz yaktil urgan joyga uning qalbi mos javob bera olmaydi. 3 bir shaxsning qiliqlari xususida Lotta bilan fikrlarimiz bir xil chiqqan boshqa yuzlab hollarda ham xuddi shunday. Ammo azizim Vilgelim, u Lottani butun borlig'ila sevadi. Bunday sevgini qadrlamay bo'ladimi? Ezma bir odam kelib fikrimni bo'ldi. Ko'z yoshlarim qurib qoldi. Fikrim chalg'idi. Xayr azizim. 4-avgust. Birgina mening ahvolim shunaqa emas. Hamma odamlarning umidlari goho puchga chiqadi. Hammasi kuta-kuta aldanadi. Men Arg'uvon daraxti ostidagi uyda turadigan tanish ayolnikiga bordim. To'ng'ich o'g'li istiqbolimga yugurdi. Uning quvonchli qiyqirig'ini eshitib, onasi uydan chiqib keldi. U behad ma'yus ko'rinardi.
Uning dastlabki so'zlari shu bo'ldi. "Oh, qimmatli janob, Gansim o'lib qoldi." Bu uning kenja o'g'li edi. Men qotib qoldim. Erim esa Shvetsariyadan qup-quruq qaytib keldi, davom etdi. Yaxshi odamlar yordam berishmaganda u tilanchilik qilishga majbur bo'lar ekan. Aksiga olgandek yo'lda yana istimaga ham yo'liqibdi. Unga nima deb taskin berishni bilmasdim. Bolaga qandaydir arzimagan bir narsa berdim. Ayol menga 3-4 ta olma tutqazib, ularni olishimni o'tindi. Rad qila olmadim. Va bu alamli xotiralar makonini tark etdim. 21-avgust. Men har lahzada o'zgarib turaman. Gohida hayot qaytadan kulib boqqandek tuyuladi. Afsuski, faqat bir zumgina xolos. Xayol daryosiga g'arq bo'lgan paytlarimda minglab fikrlar menga tinchlik bermaydi. Bordi-yu, Albert o'lib qolsa nima bo'ladi? Unda men Lotta bilan xom xayol ketidan u meni tubsiz jar yoqasiga keltirgunicha shu tariqa quvaman va birdan cho'chib o'zimga kelaman. Men Lottani bazmga yetish uchun ilk bor o'tgan yo'l bo'ylab shahar chetiga chiqaman. O'shanda hamma narsa tamoman o'zgacha edi. Hammasi o'tib ketdi. O'tmishdan uchqun ham yo'q. U paytlar qalbimni to'lqinlatgan tuyg'ulardan nom nishon ham qolmagan. Umrining gullagan davri, knyazlik yillarida tiklab, butun zebu ziynatlar bilan bezatib, nihoyat o'limi oldidan sevimli o'g'liga umid bilan vasiyat qilib qoldirgan. Keyinchalik esa kuyib bitgan saroyi xarobalariga qaytgan marhum ruhi qanday holatda bo'lsa, men ham aynan o'shandayman. 3-sentyabr. Ba'zan aqlim bovar qilmay qoladi. Men uni butun qalb haroratim bilan sevsam-u, undan o'zga hech narsani sezmasam, undan o'zga ma'naviy tinchim bo'lmasa-yu, yana qanday qilib boshqa bir kimsa uni sevishga qodir va seva olishi mumkin? 4-sentyabr. Shunday. Tabiat kuzga bo'yin ega boshlaganidanoq mening yuragimda va atrofimda ham hazinlik boshlanadi. Mening daraxtlarimdagi yaproqlar sarg'ayyapti. Qo'shni daraxtlarning yaproqlari esa allaqachon to'kilib ketgan. Bu yerga kelganimdanoq nazarimda men senga bir dehqon yigit haqida yozgandim shekilli. Valheimda o'sha yigitni qayta surishtirdim. Aytishlaricha, u xizmatdan haydalganmish. U haqda hech kim ortiq biror narsa bilmasmish. Kecha men qo'shni qishloqqa ketadigan yo'lda unga qo'qqisdan duch kelib qoldim. Gaplashdik. U o'z qissasini so'zlab berdi. Eshitib, behad hayajonga tushdim. Buni yozuvlarimdan ham osongina payqab olarsan. Aslini olganda, buning nima hojati bor? O'zimni ham qiynaydigan, yaramni yangilaydigan voqeani nega endi oshkor etay? Seni ham bezovta qilishing uchun? Nega hamisha menga achinishing va meni qo'yishing uchun imkon yaratib beraman? Nima bo'lsa bo'laversin. Ehtimol mening ham qismatim o'shandaydir. Oldiniga yigit biroz sokin ma'yuslik bilan mening savollarimga tortinibroq javob berib turdi. Lekin tezda go'yo o'ziga kelgandek va meni endigina payqagandek jur'at qildi-yu, menga bor qilmishlarini to'kib soldi. Va o'z baxtsiz tolidan nolidi. Do'stim, uning har bitta so'zini sening hukmingga havola qilishni istardim. U menga o'z ko'ngil daftarini ochdi. Uning o'sha ayolga bo'lgan intilishi kun sayin orta borgan. Nihoyat u nima qilayotganini, nima gapirayotganini idrok etolmay, o'zini qayoqqa qo'yishni bilmay qolgan.
Bo'g'ziga bir narsa tiqilgandek hech narsa icholmay, yeyolmay qolgan. Ko'zidan uyqu qochgan. U buyurilgan ish qolib keraksizni bajargan. Go'yo shayton uni yo'ldan ozdirgan. Bir kuni ayolning cherdakka chiqqanini bilib ketidan borgan. To'g'rog'i, nimadir uni o'sha yoqqa tortgan. Ayol uning yolvorishlariga quloq solmagach, u ayolni zo'rlik bilan taslim qilmoqchi bo'lgan. O'ziga nima bo'lganini o'zi ham tushunmagan. Yigit o'z niyatlarining hamisha sof bo'lganini, o'sha ayolga uylanib birga umr kechirishdan o'zga istagi bo'lmaganini aytib, Xudoni o'rtaga qo'yib qasam ichdi. Shularni so'zlarkan, u yana nimadir demoqchidek, ammo aytolmayotgandek gapida tutila boshladi. Nihoyat u tortinib iqror bo'ldiki, ayol ham unga biroz erkinlik bergan va oralarida yaqinlik bo'lishiga yo'l qo'ygan. Yigit tutila ayolni qoralashni zinhor istamasligini, uni hozir ham birdek sevishi va qadrlashini aytib ont ichardi. O'zining buzuq emasligini, aqli joyidaligini isbotlash uchungina bularni gapirib berganini, aks holda bunday so'zlarni og'zidan chiqarmasligini ham qo'shib qo'ydi. Aziz do'stim, o'sha eski qo'shig'imni yana boshlayman. Men uni takrorlashdan tolmayman. Mana shu yigitni senga, u mening ko'z oldimda ilgari ham, hozir ham qanday turganligini tasvirlab bera olsam edi. Uning taqdiri uchun qanchalik qayg'urayotganimni va qayg'urishim lozimligini sen his etadigan darajada ifodalashga loyiq so'z topolsam edi. Yetarli bo'lsa kerak. Sen meni ham, qismatimni ham bilasan. Hamma baxtsizlarga, ayniqsa shu yigitga meni nima tortayotganini osongina anglab olarsan. Xatni qayta o'qib qarasam, voqeaning oxirini senga aytib berishni unutibman. Shusiz ham hamma narsa ravshan-ku. Ayol qarshilik ko'rsata boshlagan. Uning akasi yetib kelgan. U ilgarigidagidanoq yigitni yomon ko'rib, uni bu yerdan ketkizish yo'lini qidirib yurgan. Negaki, ayol befarzand bo'lgani sababli o'zlari umid ko'zini tikib turgan meros, singlisi ikkinchi marta turmushga chiqqan taqdirda qo'ldan ketib qolishidan qo'rqqan. Akasi yigitni shu zahotiyoq uydan haydab solgan va bu haqda shunday shov-shuv tarqatganki, ayol o'zi istaganda ham yigitni qayta ishga qabul qila olmagan bo'lardi. U hozir yangi xizmatkor olganmish. Aytishlaricha, yangisi tufayli ham akasi bilan janjallasharmish. Ayol o'shanga turmushga chiqarkan deb hamma bir og'izdan gapirayotganmish. Bunga sira toqat qila olmayman, deydi yigit. Senga yozayotgan narsam mubolag'a emas. Hech narsani xas poshlaganim ham yo'q. Aksincha, ishonishing mumkinki, men uni o'ta jo'n hikoya qildim. Hammamizga rasm odat bo'lib qolgan so'zlar bilan yozib, voqeani qo'pollashtirib yubordim. Bunday muhabbat, bunday sadoqat, bunday ehtiros shoirona xayol emas. Yo'q, u yashayapti. U benihoya sof holda, bizningcha qo'pol va madaniyatsiz hisoblangan toifaga mansub kishilar orasida yashayapti. Bizlar esa o'qib o'qimaganlarmiz. O'tiraman. Hikoyani ehtirom bilan o'qi. Bugun shuni yozarkanman, negadir so'nib qolgandekman. Buni xatdan ham ko'rib turibsan. Har vaqtdagidek bo'yab, chizib tashlamaganman. Azizim, o'qi va do'stingning ham qismati ekanligini o'ylab qo'y. Ha, shunday edim, shunday bo'lib qolaman. Menda bu baxtiqaro yigitdagi jur'at va dadillikning yarmi ham yo'q. O'zimni unga tenglashtira olmayman ham. 5 sentyabr.
Lotta ish yuzasidan qishloqqa ketgan eriga kichkina maktub yozibdi. Xat shunday boshlanardi: Azizim, jonim, iloji boricha tezroq qayt. Men seni cheksiz quvonch bilan kutaman. Hozirgina kelgan bir do'stim ma'lum sabablarga ko'ra Albertning tezda qaytolmasligini aytdi. Xat jo'natilmabdi. Kechqurun mening qo'limga tushdi. Uni o'qidim-da, kulimsiradim. Lotta nimaga kulganimni so'radi. Xayol Xudoning buyuk marhamati, dedim men. Men bir zumgina go'yo bu maktub menga atalgandek xayol qildim. U gapimni bo'ldi. So'zlarim unga yoqmagandek ko'rindi. Men jim qoldim.